Shu siz ko'rib turgan nimani javon shu narsani otam rahmatli o'zlari qo'llari bilan ishlaganlar. Mana 3 ta opam bor. Opamga har bittalariga sovg'a qilganlar, menga ham sovg'a qilganlar. Ikkinchisini opamdan iltimos qilib oldim. Mana shu yerga otamdan esdalik kelgan mehmonlarga shuni ko'rsataman deb. Bu yerda eng qadrli narsa mening uchun shu. Hali bu nabiralarimga, avlodimizdan avlodlarga o'tib keladigan men bolalarimga otam rahmatlining qo'llari tekkan degan bo'lsam, bolalarim bolalariga bu 500 yil kerak bo'lsa 1000 yil turadigan men uchun noyob narsa. Bizni nabira avlodlarimizga bu narsa qoladi. Kelgan mehmonga shuni zavq bilan gapiramanki, meni otam halol usta bo'lganlar, duradgor bo'lganlar. Shunaqa narsani qo'llari bilan yasaganlar. Mana shu joyni milliy qilib shunaqangi nima qilishiga ham men ustaning o'g'illari bo'lganimga ham qanaqadir shunga o'zim qiziqaman, yoshligimdan qiziqqanman. Kelgan mehmonlarga shu otam usta bo'lganlar, shunaqa nimalarni qo'llari bilan yasaganlar. Yasaganlardan shu bizga anchiki bor narsa deb kelgan mehmonlarga shuni og'zimni ko'p o'tirib gapiraman shu. Menga bu narsa juda ham noyob deb.